Assalomu alaykum bizni kutganlarga va tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan Bola tilidan va men Aziza Yoqubova biz boshladik. Assalomu alaykum. Yemaydi buni. Nega yemaydi? Senga donlarni yeydi-da. Donlarni yemaydi-ku, shokolad emas-ku. Ko'chada nimani qoldirmaslik kerak? Ko'chada kalashkani, unchoqlarni qoldirish kerak emas. Qoldirsa nima bo'ladi? Qoldirsa kimdir o'g'irlab ketadi. Masalan, o'g'rilar. Ular qanaqa bo'ladi? Ular kechqurunda onda maskasini taqib yuradi. Siz ko'rganmisiz? Qayerda? YouTube'dan adam qo'yib berganlar. Oyi, sizni menga berdilar. Endi men sizni uyimga olib ketaman. Sizga oyi bo'laman endi. Oyidingchi? Oyish qani? Oyish. Oyidingchi meni? Man adam men o'g'lim. Adam o'g'limami? O'g'lim yo'q. Akam yo'q. O'g'lim. Kim uradi sizni? Oyim uradi. Nimaga uradilar? Siz kimni urasiz? Akam o'shami? Akangiz sizdan qo'rqadimi? Nega? O'ziga Yo'lingizda bitta bodring topib olsangiz nima qilasiz? yeyman. Yerdan olib yeysizmi? Yerdan olib yemayman. Qayerdan olib yeysiz? Bizda basseyn bor-ku. Basseyn cho'milami? Men ham cho'milsam bo'ladimi? Yo'q. Nega? Siz hali kattasiz. Kattalar cho'milmaydimi? Yo'q. Kattalar qachon cho'miladi? Kattalar ich qoqin cho'milmaydi. Kir bo'lib yuradimi? Nega? O'ziga keyin odamlar bashalisini tashuradi uni. Tepaga chiqib, yiqib tushadi. Siz qayerda turasiz? Shaharda. Qayerda? Shaharda. Eski shahardami? Eski. Nima qilsa uyat bo'ladi? Bola tiliga kirib ketayotganda, eshik yopib bo'lsa, jinni gaplarni gapirsa uyat bo'ladi. Dadalar ishga bormasa nima bo'ladi? Pul topamiz. Mana adam hozir ishda. Ishga bormasalar adangiz, uyda nima qiladilar? Uyda? Dam olish kuni uyda o'tiradilar. Bizga osh qilib beradilar. Keyin menga qo'yib beradi. Bizani o'ynatadilar, ko'chaga olib chiqadilar. Siz anonga chiqqansizmi, kinoga chiqqansizmi? Uy, mana chaqab ketdim. Ichmadim-da, choy ichib kelmadim-da. Nega? Ko'p choy ichsa nima bo'ladi? Keyin chaqab ketadi. Katta o'rgimchak boshingizga qo'nib olsa nima qilasiz? Balki qo'rqmassiz. Tuz nima? Tuz ovqatga sepishga. Qo'y. Yo'lingizda bitta bodring topib olsangiz nima qilasiz? Yerdanmi? Kir yerdanmi? Kir yerdan topib olsam, suvga tashlayman. Yeyman hozir. Hot-dog ichida nima bo'ladi? Sazizga. Mustafa, hot-dog ichida nima bo'ladi? Kachka. Kachkani ichida kachka bo'ladi. Tuxum qayerdan keladi? Magazinda. Magazinga qayerdan keladi? Tuvuni go'tidan keladi. Dilnura, nimaga ko'chada mashinada ketayotganda militsiya to'xtatadi? Militsiya chunki probka bo'lmasin deydi. Militsiyalar kim o'zi? Militsiyalar oddiy ishlaydi, ular ham pul topadi oilasiga. Masalan, shokolad. Dollarchi? Dollar bilasizmi? Bilmasangiz, mana dollar ko'p pul. Adamda dollar bor, o'shanga mashina bilan yubamiz. Ko'pmi dollarlar? Qayerda turadi? Ana bir paketda turadi. Tishingiz qayerga ketdi? Tishingiz? Tishim yangi chiqyapti. Eskisi qani? Eskisini doktor olib tashladi.
Mana bu ikkalasini o'zim olib tashladim. Tish bizga nimaga kerak? Tish yeyish uchun. Quloq nimaga kerak? Quloq eshitish uchun. Kiprikchi. Kiprik changlardan himoya qiladi ko'zimizni. Olmaning ichidan qurt chiqib qolsa nima qilasiz? Yeyman. Qurtni ham yeysizmi? Yo'q, o'raman. Ilon qanaqa ovoz chiqaradi? Ilon qanaqa yuradi? Mom bilan ketasiz? Yo'q, oddiy men o'sha uyda yashayman. Uyingizda bo'ldi, oyingiz boshqa bolani olib ketdilar. Endi men sizni olib ketaman. Ketdik. Yo'q. Nega? Bo'ldi, endi uyga qaytishim kerak. Bo'ldi, kelishdik, stop. Ne? Yo'q. Ushlab ko'ring. O'yinchoq bu. Yo'q. Qiladi. O'rmonda hayvonlar yashaydi. Bayli toshli yo'lda qanaqadir tush ko'rdim deb sразу turib cho'chib yuganib ketdim lekin. Tush nima u? Tush nima u? Anaqa Halloween'ni ko'rganimda tushimda Halloween ko'rdim, yig'lab chiqdim. Odamning yonida men Hulk ko'rdim. Kuchuv yo'q bizda. Kuchuv nima deydi? Mushukchi? Sigirchi? Mushuk nima yeydi? Pampers. Pampers yeydi. Kuchukchi? Kuchuv ham yeydi. Sigirchi? Pashsha bo'ladi. Siz kuchuv tishlavasa nima qilasiz? Bitta o'raman bobo. Urasizmi? O'raman bobo. Taqqalaman bobo. Sizga kuchuv wow qilsa nima qilasiz? Qo'rqaman. Qo'rqaysizmi? O'pka nima ish qiladi? O'pka. O'pka? Nima u? Bilmaysizmi? Men ham bilmayman. Bilmasangiz nimaga so'rayapsiz? Agar farzandingizni bizning ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, internet sahifalarimizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.